O'rtoqlar, assalomu alaykum. Hammangiz sog' salomatmisizlar? Dam olish kunlarini yaxshi o'tkazib olib chiqib oldinglarmi ishlarga? Biz ham mana salondamiz. Hech ham vaqtim bo'lmadi. Stories qo'yishga, storiesga chiqishga. Bizda zo'r ajoyib yangiligimiz bor. Bizda hozirda rassrochka 60 oyga ochildi. Boshlang'ich to'lov 30% badali bilan. Bemalol bizga murojaat qilaveringlar. Bitta pasportga 12 viloyatga rassrochka qilib beramiz. Kelinglar, pasportlarni tashinglar, tekshirib beramiz. Agar hammasi ma'qul bo'lsa, mashinani o'zingizlarning nomingizga rasmiylashtirib chiqarib beramiz. Bugun juda ham ko'p mijozlarimiz keldi. Hammasiga почти bir 4tasimi, 5tasiga Cobalt mashinasini qilib berdik. Cobaltlarimiz hali ham bor. Style va Midnight variantlari bor. Undan tashqari mana bunaqa Onyxlar bilan trekkerlarni bemalol xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Onyx trekkerlarga boshlang'ich to'lov 30% bilan 60 oyga 12 viloyatga bitta pasportga rassrochkalarimiz ochildi. Bemalol kelaveringlar.